Yunusobod betonkani bu tarafida joylashgan Xonsaroy tomonidan qurilgan Okean turar joy majmuasiga kelganmiz. Novostroykamizning 8-qavatidan chiqqan bir xona 2 xona qilingan kvartirani video obzorini qilib beraman. Hozir o'zini ko'rsatadigan bo'lsam, krugovoy dom tushgan, ko'rishingiz mumkin. Ikkita besetka, детский площадкалari bor, ko'chalarida tekin parkovkalari bemalol. Podvolda ham o'zini parkovkalari bor. Qolganini har doimgidek kadr orqasidan ko'rsatib, tushuntirib ketaman, ketdik. Donimizga keladigan bo'lsak, 8-qavatda joylashgan 37 kvadrat metr ichki qismi va 8 kvadrat metr ochiq balkonga ega. Bir xona 2 xona qilingan planirovka, podyezddan kirib kelish eshigimiz, bu taraf zal qismi. Birinchi eshigimiz orqasida совмещенный sanuzel qilingan, ko'rishingiz mumkin, dush kabinalar, hamma narsalari to'liq. Ikkinchi eshigimiz orqasida garderob xonamiz. Kiyim kechaklarni hammasini shu yerga sig'dirsanglar bo'ladi. Va undan keyingi eshigimiz orqasida kuxnya, katta kuxnya, mebel texnika, hamma narsalar bilan to'ldirilgan. Bu tarafimizda yuqorida etib o'tilgan balkonimiz joylashgan. Hovliga qaragan taraf, hovlilarni ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli va akkuratni. Oxirgi ko'rsatib o'tadigan joyim spalnya. Spalnya kravatlar o'rnatilgan, balkonga spalnyadan ham, kuxnyadan ham chiqish imkoniyati bor. Xonadonimiz yangi remontdan chiqqan, remontdan keyin hali hech kim yashamagan, hujjatlari kadastrga tayyor qilib qo'yilgan. Xo'sh, holatiga, remontiga har doimgidek kommentariyda o'zingizlar baho berasizlar. E'tiboringlar uchun bo'lsa rahmat.